Azizlar, biz Turg'anlar bugun Xudo xolasa aytib o'tganimizdek Nur supermarketining ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Hozircha ochilish jarayonida tayyorgarlik ishlari davom etib turibdi. 2025-yil 25-oktyabr sanasida bugun Xudo xolasa ochiladi bu yerimiz. Keyin o'zimiz xalqimiz uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Kelib bemalol xarid etaverasizlar, hamma narsa bor. Assalomu alaykum. İşler o'ng'ina bo'lsin. Rahmat. Marak bo'lsin. Rahmat. Xalqning yaxshi kunlar buyursin. Rahmat. Ichki shart-sharoitlar va Nur market, katta market zo'r bo'libdi. Men ko'rganim bo'yicha Pestastanka ko'p shart-sharoitlar bor ekan. Ozgina ma'lumot bering, Xudo xolasa obunachilar ko'radi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha navbatdan assalomu alaykum, hamma yaxshimisizlar? Shu o'zimiz aylaviy tadbirkorimizni boshladik. Bugundan boshqacha qasddan o'tamiz. 1 soatdan keyin Xudo xolasa ochamiz. Birinchi etajimiz oziq-ovqat do'konlari. Hamma shart-sharoitlarimiz bor. Xalqimiz uchun eng zamonaviy holatda Xudo xolasa tayyorgarlik ko'rdik. Ikkinchi qavatda jajji bolajonlar uchun o'yingohlar tashkillashtirdik. Inshaalloh Xudo xolasa shu yerda hammamiz kutib qolamiz. Ishlar o'ng'ina bo'lsin. Rahmat. Get some.